Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Cheklangan resursni ayirboshlash jarayonida qanday qilib eng samarali tarzda taqsimlash mumkin? Keling, iqtisod fanining asoschisi Adam Smit taklif qilgan har bir shaxsning xudbinligiga asoslangan yechimini ko'rib chiqaylik. Odamlarning tabiatan xudbin ekanligi yangilik emas. Biroq xudbinlikning ijtimoiy foydasi haqida birinchi bo'lib 18-asr boshlarida ingliz faylasufi Bernard de Mandeville so'z yuritgan. U o'zining asalarilar haqida masal asarida asalari uyasi tamagirlik va firibgarlikka botganini, asalarilar yolvorib samovatdan o'zlarini illatlardan xalos etishni so'raganini hikoya qiladi. Ammo ularning istagi bajo keltirilgach, asalari uyasi tanazzulga yuz tutdi. Bu ramziy hikoya orqali Mandevil xudbin shaxslar o'z manfaatlarini ko'zlasa, jamiyat bundan faqat yutishni ko'rsatadi. Aynan shu g'oyani 50 yildan so'ng Adam Smit o'zlashtirdi va bozorning mashhur ko'rinmas qo'l tamoyilini shakllantirdi. Bu tamoyilga ko'ra odamlarning daromad topishga bo'lgan intilishi ularni talab yuqori bo'lgan sohalarga yo'naltiradi. Navoiyxona aynan yangi pishiriqlar yetishmovchiligi yuzaga kelgan joyda ochiladi. Ammo bu Navoiy hamma odamni non bilan ta'minlashni istaydigan oliyjanob inson bo'lgani uchun emas, balki u qayerda ko'proq mahsulot sotish mumkinligini tushungani uchundir. Bu intilishning ijobiy natijasi odamlarning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirish bo'ladi. Ko'rinmas qo'l tamoyili bozor iqtisodiyotining asosini tashkil etadi. Pandemiyani misol qilib olaylik. 2020-yil boshida tibbiy niqoblarga talab keskin oshdi va ular darhol do'konlardan g'oyib bo'ldi. Qolgan niqoblarning narxi esa osmonga chiqdi. Shu vaziyatni hisobga olib, niqob ishlab chiqarish bilan nafaqat shu sohaga ixtisoslashgan tadbirkorlar, balki tikuvchilik fabrikalari, gigiyena vositalari ishlab chiqaruvchilar, hatto niqobni o'zlari tikishni boshlagan oddiy fuqarolar ham shug'ullana boshladi. Natijada 1-2 oydan so'ng bozor taxchil tovar bilan to'ldi. Aholining talabi qondirildi. Ishlab chiqaruvchilar esa bu vaziyatdan foyda ko'rishdi. Aynan ko'rinmas qo'l tamoyiliga asoslanib, Adam Smit iqtisodiyotni tartibga solish shart emas deb hisoblagan. Zarur tovar va xizmatlar davlat aralashuvisiz jamiyat ehtiyojiga ko'ra paydo bo'ladi deb o'ylagan. Biroq tarix bu jiddiy yangilishish ekanini ko'rsatdi. Davlat ishtirokisiz bozor iqtisodiyoti muntazam ravishda uzoq davom etadigan inqirozlarga duchor bo'ladi. Javob topish lozim bo'lgan asosiy savol bu aralashuv qay darajada bo'lishi kerak? Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.